Bir qishloq hammasi kredit olgan. Kerak emas edi kredit. Ona olibdi, uysi olibdi. Mana olibdi, to'y qildi, men ham oldi. Kerak emas edi o'zi u kreditni. Oldi, yopolmayapti. Qishloqda falonchi dedi, kredit yopdi deydi. Yugurib borishadi. Qanaqa qilib yopding desa, yana bitta kredit olib yopib qo'ydim deydi. O'sha uyini sotib ko'chada qolgandan keyin aytadi, menga kerakmidi shu kredit deydi. Kishi o'zini hayotiga rozi bo'lsa, hayoti zo'r bo'laveradi. Musibat nimada? Rozi bo'lmaydi-da. Kattaroq mashina minay deydi. Yana ham chiroyliroq uy solay deydi. Yana ham kattaroq restoranda to'y qilaydi. O'zi o'tayotdi kuni. Qarang-da. Uyi bor edi. Tomi qishi bo'lsa ham, addelkasi xunigi bo'lsa ham otasidan qolgan uyda yashayotdi tinch. Mana endi katta aytiraman dedi. Ko'ring ko'chada qolganini. Likey. Xudoning bitta elchisi bor. Uni oti Azroil degan. Shuna keladi. Mana kuni mo'jizladim, o soatda palonchi shuna bo'lib o'ladi dedim, bo'ldi. O'sha joyda o'ladi. O'lim kelganda oldin ham keyin ham hech kim qilolmagan, qilolmaydi. Bitta Rasululloh alayhisolamdan izn so'ralgan. Ey Rasululloh, agar ruxsat bersangiz, joningizni olar ekanman. Bo'lmasa ziyoratingizni qilib ketaverar ekanman. Bitta Rasulullohdan ruxsat so'ralgan. Siz bilan mendan ruxsat so'ralmaydi. O'lim bexos keladi. Qabr amallarda sondig'i. Kim xohlasa ahli top ketsin, kim xohlasa dur gavhar olib ketsin. O'z ishingiz. Birov sizga bomdodga turmang degan yo'q. Birov sizga g'iybat qilib o'tiring degan yo'q. Birov sizga bugun 10 ming marta la ilaha illalloh demaysan deb turib olgan yo'q. Kimdir shu nutqi bilan, zaboni bilan, gapi bilan, shu quvvati bilan birovni onasidan kelib so'kinayotgan bo'lsa, kimdir tasbihsidan subhanalloh deb o'tiribdi. Kimdir la ilaha illalloh deb o'tiribdi. Kimdir shu kuchi bilan kimdir urayotgan bo'lsa, kimdir yordam bergan. Kimdir shu qo'llari bilan zino qilayotgan bo'lsa, yomon ish qilayotgan bo'lsa, kimdir shu qo'llari bilan bir yetimni boshini silayapti, ota-onasini oyog'ini uqalayapti. Qo'llagan Женщина создана из ребра мужчины, не из ног, чтобы быть униженной, не из головы, чтобы превосходить, а из бока, чтобы быть бок о бок с ним, быть равной, из-под руки, чтобы быть защищенной, и со стороны сердца, чтобы быть любимой. Likey. ikkita qanoti bilan ma'rifat ham, Qur'on ham, ilm ham, sport ham, hammasi musulmon, hamma taraflama bir ko'rganda bir shijoatlik, yonadigan, muhabbatlik, ixloslik bo'lishligi. Biz mana bu borada bugun albatta juda ham ehtiyot bo'lishligimiz. Bugun soqol qo'yishga e'tibor berib, boshqa amallarni tark qilayotganlar, bizning dinimiz birovning ko'rinishiga qarab baho beradigan din emas. Soqolni qo'yib olsak-u yolg'on gapirib tursak, soqolni qo'yib olsak-u harom qarishdan to'xtamasak, soqolni qo'ysak-u g'iybat, ig'vo, ijtimoiy tarmoqlarda turib birovni ustidan kulsak, birovning g'iybatini qilsak, bir muborak sunnat deb aytayotgan, qalbidan yonayotgan odamlar ham bor, lekin juda oz. Lekin juda ko'p yigitlar, ha, mana bu serialda ko'rdim, shunga orzu qilib qo'yapman. Falonchi artistni ko'rdim, shuni mo'dasiga e'tibor. Kimni havas qilsa, qiyomatda kishi o'sha yaxshi ko'rgan kishisi bilan tiriladi degan so'zni biz unutmaylik. Musulmon hamma taraflama ibrat bo'lish kerak. Musulmon andoza bo'lish kerak. Tahorat qilayotgan odam, ibodat qilayotgan odamning maqomida bo'ladi. Tahorat bilan uxlagan odam, tahoratlik holatda uxlasa, nafaslari tasbih bo'ladi degan, uyqusi ibodat bo'ladi degan, o'sha holatda o'lib qolsa shahid bo'ladi degan. Tahoratlik odam, fayzlik odam dedilar, fazilatlik odam dedilar. Birodarlar, betahorat odam ham yirtqichlar bilan barobar ekan. Odam tahoratda yursin ekan. Tahoratlik odamni ishi 5, ishi oldiga boshladi dedilar. Tahoratlik odamdan shayton qochadi dedilar. Tahoratlik odamning duosi ijobat dedilar. Tahoratda yurgan odam albatta qabrda rohatda yotadi dedilar. Va oxirgisini aytdilar. Tahoratda yurgan odam haq janobi Rasulullohning shafoatlariga nosib bo'ladi, noil bo'ladi dedilar. Likey. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع
لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية. Likey. رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم Likey. Likey. inson zotini boshiga tushishi kerak bo'lgan qancha qiyinchilik bo'lsa payg'ambarimiz alayhissalom buni boshlaridan o'tkazdilar. 5-6 yoshlarida insoniyat uchun eng og'ir musibatlardan bittasi onadan judo bo'lish musibatini boshdan o'tkazdilar. Biz dunyoda hamma imtihonlarni boshimizdan o'tkazamiz. Ba'zan obro'yimizdan ayrilamiz, ba'zan dunyoyimizdan ayrilamiz, ba'zan sog'ligimizdan ayrilamiz. Bu imtihonlar ichida eng og'iri onadan ayrilish musibat. Lekin onadan ayrilish imtihonini eng yuqori cho'qqisi onangizni jon berayotganiga qarab turishingiz. Rasululloh shu musibatni go'daklik chog'ida o'tkazdilar. Onalarini jon berayotganini o'z ko'zlari bilan ko'rib turdilar va ilk marta, birinchi marta go'daklik chog'ida ko'zidan yosh oqdi. Dunyodagi eng go'zal ko'zdan yosh oqdi. Onangiz jon berayotganini ko'rsangiz, u qo'lingizdan hech narsa kelmasa, shu payt boringizni berishga tayyorsiz, lekin afsus qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. Bu imtihonni Rasululloh go'dakligida o'tkazdilar. Likey. Jannatga kirmaysiz, siz tavba qiling. Eriga siz jim o'tiring degan ayol jannatga kirmaydi. Tamom. Oilani boshlig'i erkak kishi bo'ladi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tamom, musulmonning uyida er bormi? Xotin ko'p pul topsa ham baribir er boshliq bo'ladi. Tamom. Buni muhokama qilinmaydi. Adang bilsin, adangdan so'ragan degan ayol jannati ayol. Adangdan so'ra desa jannat. Adang bilmasin, adang nimani biladi desa do'zax ayol bor. Mana buni qizlarga tushuntirib uzatinglar. Eriga bidir astag'firulloh. Ayol kishi eriga bunday men tasavvur qila olmayman, ko'zini bunday tik qarashini. Astag'firulloh. Bu qizlarga aytinglar, "Voy eringga sekin gapirsan, qiz bolasan, ertaga birovning oldiga borib, buni qilinglar qaynatalar." Keyin erri haqqi bizni Hanafiy mazhabda. Erri haqqi otanikidan baland turadi. Mana men qizimni uzatdimmi, mahrini berdimi, bo'ldi eri. Bo'ldi. Meni 15 kunda kelib ko'radi, tamom. Bugun hattoki qizlarimizda iffat hayo yo'qligidan bozorlarga chiqib o'zlari yotadigan divanlarni o'zlari tanlayaptilar. Otalari bor, onalari bor. Billa yurib mana bunisi bo'ladi, mana bunisi bo'lmaydi deydilar. O'sha tanlagan divanlarini yana o'rtaqlariga, odamlarga ko'z-ko'z qilib ko'rsatsa, rasmlarga u divanlarda rasmga tushib turib internetlarda qo'ysa, bu nima? Hayomi yo hayosizlikmi? Kiyov kelin eri xotin bo'layotganlar qo'llari bellarini ushlab olib tushishlar, kiyov jo'ralar, ular ham kelinning dugonalari bilan birga qo'l bellarini ushlab olib tushishlar. Millatdan iffat hayo yirtilsa juda katta fojia bo'ladi. Nomahram erkaklarning o'rtasida ayollar qiz basmi deb unga tushayotganlar bor. Alloh buni xush ko'rmadi. Bu qalbdagi fitna dedi. Nomahram erkak bilan ayolning o'zi qolishligi uchinchilari shayton bo'ladi. Ayniqsa jamoat joylarida bunday bo'lishligi bu iffatsizlik, hayosizlik ekanligini ham bir erkak ayollar tushunib qo'yishlari kerak bo'ladi. يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنا وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم